Siz bergan mehrni bermadi hech kim. Dard kelsa yonimda qolmadi hech kim. Baxtimdan quvonib kulmadi hech kim. Siz borsiz yuragim topadi huzur. Opajonim meni boringizga shukr. Assalomu alaykum yaxshilardan-da yaxshi insonlarim. Yangi kun muborak. Ochiq osmon ostidagi jannat makon yurtimizda shukronalik kunlarni nisholayotgan barchani muborak etamiz. Sizlar bilan Dil izhorim loyihasi ijodkorlari xizmatingizda va men boshlovchi Madinaxon yana bir qadrdon insonimizni xursand qilish uchun tayyorman. Bizda hayajonli daqiqalar. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Alaykum. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida istiqomat qiluvchi Hajar opamiz bilan bog'landimmi? Hajar opam bilan bog'landingiz. Xayrli kunlar bo'lsin opajon, yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo. Bezovta qilmadingiz. Opajonim, sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Ayni damda sizni Dil izhorim loyihasi tug'ilgan kun tabriklaridan bezovta qilyapmiz. Boshlovchi Madinaxon bo'laman. Eshitdim, rahmat. Opajonim, bugun bizning loyihamizga o'zgacha bo'lgan tabrik xatlari kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Yaqinlaringiz orasidan kim yuborgan bo'lishi mumkin? Ukalarim, kelinlarim, ikkita o'g'lim bor, o'g'lim. Opam bor, bitta opam bo'lishi ham mumkin, jigarlarim bo'lishi mumkin. Yaqinlarim hammasi meni yaxshi ko'radi, men ham ularni yaxshi ko'raman. Shulardan biri bo'lishi mumkin. Mashalloh, albatta. Taxminan shu ikkita olimdan biri, ukalarimdan biri. Bitta kenja akam selpiriz qilishga juda ustada yigitimiz. Shu ham bo'lishi mumkin. Mashalloh, to'g'ri topdingiz. Sizni jonlaridan ortiq yaxshi ko'rguvchi, dunyolarga alishmas mehribon ukajoningiz Komiljon akamiz nomidan kelibdi. Rahmat. Umr uzoq bo'lsin shu kenja akamda. Hamma ukalarimda ham umr uzoq bo'lsin. Amin. Umrga umr qo'shilsin shularni. Va ular bilan birgalikda jiyanlaringiz Akbarjon, Kumushoy, Sig'diyona, Yosinbek va boshqa barcha jigarlaringiz ham sizni tabriklab o'tyaptilar. Rahmat, umr uzoq bo'lsin, rahmat kattakon. Opajonim, ijozat bersangiz, birozgina vaqtingizni olsam-da, ulardan kelgan tabriklarni o'qib eshitirsam maylimi? Mayli. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum, men uchun qadrli va qadrdon bo'lgan mehribonim, eng go'zal hamda shirin so'z bo'lgan mehribonim opajonim. Sizni bugungi shukronalik kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Yana bir bora bahoringizni qarshi olyapsiz. Yuz bahoringizda ham mana shunaqa go'zal va chiroyli bo'lib yuring. Sizga dunyodagi barcha yaxshi tilaklarimni tilab qolaman. Allohimdan nimani so'rayotgani bo'lsangiz, barchasi ijobat bo'lsin. Bunday quvonchli kunlarni ko'pini ko'rib yuring. Barcha yaqin insonlaringiz vaqtiga, qolaversa mening vaqtimga sog' salomat bo'lib yuring. Yorug' kunlaringiz yanada ko'payib, chiroyli davralarda bosh bo'lib yuring. Sizga baxt, mana shu baxtdan eng chiroyli ulkan tilla taxtlarni tilayman. Mustahkam sog'lik, uzoq umr tilayman. Ko'zlaringiz doimo quvonchdan porlasin. Yuzlaringizdan aslo kulgu tabassum arimasin. Umringiz uzoq, martabangiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Bu hayotda shunday baxtli inson bo'lingki, baxtdan qochib omadga qoqiling. Hamisha bizning baxtimizga sog' salomat bo'lib, bunday yoshlarni ko'pini ko'rib, farzandlaringiz rohatini ko'rib yurishlik nasib roz aylasin. Mening mehribonim, mehrligim, tanhoginam qadrligim, matonatli sabrligim, jon opam, jonim opam. Yuzlari to'lin oyam, ipakdek ko'ngli muloyam, o'zimni gul chiroyam, jon opam, jonim opam. Tong misoli beg'uborim, yolg'izim betakrorim, gul rayhoni bahorim, jon opam, jonim opam. Dildan yaxshi ko'rganim, doim holim so'rganim, onam kabi yaqinim, jon opam,
Jonim opam deya joyi bo'lgan o'zlarini Dilistixonlarning va she'riy maktublarini aynan siz uchun yo'llab o'tibdilar. Opajonim, suhbatimiz loyihamiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizni ham mehribon jigarlaringizga tilaklaringiz bo'lsa yo'llab qolishingiz mumkin. Biroz soniyalardan so'ng ular bizni tinglaydilar. Yaqinlarimda hammasini umr uzoq bo'lsin. Baxti kamolini ko'rsin bolalarini. Nasibsa meni yoshimdan ham o'tib yuzlarga kirib yursin ukalarim, o'g'illarim, jigarlarim hammasi. Baxt hoji ona, hoji ota bo'lib yursin shular. Nasibsa umr uzoq bo'lsin. Bitta opam bor, opamni ham umri uzoq bo'lsin. Ukalarimni, kelinlarimni, jiyanlarimni, o'g'illarimni, nevaralarimni hammasini umr uzoq bo'lsin. Baxtini ko'rish menga ham nasib qilsin. Ukalarim ham to'ylar qilsin. To'ylarda kuylar kiyib, o'ynab yuray davralar to'ldirib, ukalam baxtini ko'rib, amalini ko'rib. Shuni tilayman. Doim ishini omadini bersin. Baxtli bo'lib yursin ukalarim. Hammasi. Aynan shu ukam ham. Rahmat kattakon, ilohim aytganingiz kelsin. Hamisha hardan barcha yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib, bugungi tug'ilgan kunlarni, ro'za-yu Ramazon oylarini a'lo kayfiyatda o'tkazib oling deya qo'ng'irog'imizni yakunlaymiz. Rahmat sizlarga ham. Sizlarga ham umringiz uzoq bo'lsin. Nasibsa sizlar ham hoji ona bo'lib beringizlar. Ro'za-yu Ramazon oyi hammaga muborak bo'lsin. Rahmat kattakon, ilohim aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.